Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Darvozachimiz Tojikistondamiz. Tojikistonni Pervoldan o'tish maqsadida biz Samarqand yoki Surxondaryo tamojniga bormadik. Bu yog'i Qo'qondan o'tmoqchimiz, Beshariqdan. Xudo xolasa Pervolni obzorini qilaman, ko'rasizlar. Rosa maqtashdi. Uchunchi 90 km ko'rsatayapti, 7 soat. Sababi Pervoldan o'tamiz biz. O'ta katta balandlik. Prirodaga +5 qo'yib ketasiz deyishdi. Laboyimiz artilmagan, hozir kulmaysizlar. Polnisda obzorlarni qilaman. Nurjon, kayfiyatlar qalay? Rosa. Yaxshimi? Tojikistondagi eng katta masjid ekan mana shu masjid. Pulli yo'lga keldik. Platniy doroga yozib qo'yibdi. Hozir biz ham yuk boshlaymiz, mana shu tomondan yuraveraylikchi. Tojikistonda Pervolni opasniy deysiz, hech ishonmagandim. Hozir ko'rasizlar, qaranglar. Vashcha opasniy ekan, bor-ku. Hech qanaqa to'siq yo'q. Tomon jarli ekan. Qaranglar, hozir ham qor bor. Mana bunaqa kichkina tunnelchalar bor ekan. Bitta ikkita uzunidan o'tdik, qolgani hammasi kichkina ekan. Bu yo'q bilan u yo'q ko'rinib turar ekan. Mana shu tunnelga kirganimizga bilmayman, bir 15 minut bo'ldi. Juda uzoq ekan. Tojikistonda Pervolda, O'zbekistonda Pervolda anchagina katta. Hech narsa emas sizlarning Pervolinglar. Deysa, men yog'i bunaqa bo'lmasa kerak degandim. Bu og'ir ko'rinmas ekan buni, bor-ku. Men 5 kilometr yurib qo'ydik. Adashmasam. Hop qo'rami qaranglar. Polni suv oqib yotibdi hozir, yozgi kunida ham. Bugun 30 may. Bahor tugashi. Lekin hozir oynani ochsa qo'l muzlaydigan darajada sovuq. Biz Koni-Bodomga qarab ketyapmiz. O'zbekistonga Beshariqqa o'tmoqchimiz. Yo'lni qaranglar. Bitta fura bu yoqdan kelsa, ikkinchisi to'xtab turar ekan. Yo'lni qaranglar, yo'lni. Bunaqa deb tasavvur qilmagan edim. Bu yoqdan biz tushib keldik hozir. Bu bilan yuk bilan o'tishga aqlim yetmadi bu Pervoldan. Yuqorida tunnel bor ekan. Bu tunnel ham kamida 10 kilometr ekan. Bilmayman, yarim soat oshiqroq yurdik. Yo'lni qaranglar. Haligi avaz oxirni gap to'g'ri ekan. Tojikistonning Pervoldan keldinglarmi? Tirik qolganinglar bilan tabriklayman deydi-ku. Kitob Pervolni hech narsa emas ekan buni oldi. Furalar mana chiqib ketyapti, mashina o'zidan signal cholar ekanman. Chunki ikkinchi tomondan kelgan to'xtab turmasa burila olmay qolar ekan. Mana qaranglar, strashniy, o'ta strashniy.
shu joyga yana bitta fura streç kelsa, umuman bo'lgan. Qirg'iz buni qara. Dalchi ketar ekanmiz mana yo'lda. Assalomu alaykum hammaga. 8 soat to'xtovsiz yo'l yurib, Tojikistonni polностью aylanib chiqdik. Erta tongda mana Tamojniga yetib keldik. Xudo xolasa, Koni-Bodomdan Beshariqqa o'tamiz. Shu bilan O'zbekiston o'zimiz territoriyada 2 soat yo'limiz qoldi uygacha. Hozir biz Surxondaryo Denovdan o'tgan edik. Tojikistonda ishni bitirib, polностью respublikani kezib chiqdik. Asosiy vaqtimiz Pervalda o'tdi. Perval juda uzun ekan, 200 kilometr atrofida polностью tog'li joydan o'tilar ekan. Opasniy поворотlar, yo'l davomida o'zingizlar ko'rdinglar videoda. Lekin Pervalda oson bo'lmas ekan o'tish. Yuk bilan umuman tavsiya bermayman borishni. Oilaviy aylanishga shu yoz kunlarida borsa bo'lar ekan. Kech qor bor, hozir ham juda ham sovuq ekan. Xudo xolasa sog' salomat kelib oldik. Tojikistonga bo'lgan sayohatimiz yakunlandi. Zo'r taassurotlar mazza qildik to'g'risi. Tojikistonda eng yoqqan joyda umuman radar yo'q ekan. Faqat bosilar ekan. Yo'llar ozginagina tor bizdan ko'ra, O'zbekistondan ko'ra, lekin radar yo'q. Post yo'q. Endi pulli yo'l ekan, 4 ta joyda pul to'ladik. Birinchi joyimizda 10 somon, ikkinchi joyimizda 20 somon, uchinchi joyda 29 somon. Undan keyin yana bitta 10 somonlik joy bor ekan. Oxiri chiqishimizda 4 somongina pul yetmay qoldi. Bizda dollar bor, so'm yo'q edi. Keyin orqamizda kelayotgan bitta shu tojik akadan berib turing dedim, shunaqa biz o'tolmayapmiz desam, keyin 4 somon berdilar, to'lab keyin o'tdik-da. Dollar olishmas ekan, plastik kartalar o'tmaydi, o'zbek so'm umuman o'tmaydi. Hozir endi Tamojniga keldik. Qo'qon, Tojikiston. Xudo xolasa O'zbekistonga kelib oldik. Yo'l uzoq bo'ldi, lekin kayfiyat zo'r. Tojikistonda mazza qilib sayr qildik, ishlarimizni bitirdik. Yana ko'p zakazda o'lchadik. Xayrli bo'lsin, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan buyog'i vodiydagi ustanovkalarimizni joylab boraman. Zo'r videolar bo'ladi. Kuzatib turganlarga katta rahmat, e'tibor uchun.